Muhammad yuzini burishtirdi va yuz o'girdi. Zero uning huzuriga ko'zi ojiz odam kelgan edi. Ey Muhammad, siz qayerdan ham bilursiz, ehtimol u sizdan foydalanib o'z gunohlaridan poklanar yoki eslatma olar-da, so'ngra bu eslatma unga foyda berar. Ammo sizni mashg'ul qilgan boy kimsaga esa bas siz e'tibor berib mutasaddilik qilmoqdasiz. Holbuki uning o'z kufridan poklanmasligi sizga zararli emas edi. Endi oldingizga yugurgan holda Allohdan qo'rqib kelgan kishi esa bas siz undan chalg'imoqdasiz. Yo'q, bunday qilmang. Albatta ular Qur'on oyatlari ayni eslatmadir. Bas kim xohlasa uni yod etar. U oyatlar Alloh nazdida mukarram sahifalarda, ya'ni qadri baland, pokiza sahifalarda kotib farishtalar qo'llaridadir. Ular mukarram va itoatli zotdirlar.